Ustozlardan juda ham yaxshi saboqlar oldik. Bahrim Sapatay va Sharif opa, Qulahmedova, Mavlud opalar bizga dars o'tishdi. Bu markazdan bilim ko'nikma malakalarni o'rganib ketyapman. Yangi metodlarni o'rgandim. Energizerlarni o'rgandim. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi rahbari ustozlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Biz mana shu bir oy davomida butun faoliyatimizga yetadigan juda ham ilg'or, zamonaviy hamda axborot texnologiyalari asosida olgan bilimlarimizni biz uchun foydali va samarali bo'ldi deb o'ylaymiz. Malaka oshirish kurslarida ustozlarimiz tomonidan, malakali ustozlar tomonidan berilgan bilimlarni xudo xolasa maktablarda joriy qilamiz. Ustozlarimizga rahmat. Yangi innovatsion texnologiyadan foydalanib, juda ham qiziqarli darslar o'tdi. O'zimizga yetarli metodlarni o'rgandik. Malaka oshirish kursida men o'zimga kerakli bo'lgan bilim malakalarini oldim. Xudo xolasa bu olgan bilimlarimni maktabimda, pedagogik jamoamda qo'llab, yaxshi natijalarga erishaman.